Insultni oldini olish uchun 5 ta odatiy holat. Hurmatli kuzatuvchim, sizga to'g'ri ovqatlaning, yuguring va boshqa holatlarni aytmayman. Sizga asosan nima qilish kerakligini konkret va aniq aytaman sizga. Birinchisi, qon bosimini nazorat qiling. Qon bosim dorilarini vaqtida va o'z dozasida qabul qiling. Qon bosim dorilarini ko'paytirish yoki kamaytirish insult xavfini oshirib boradi. Ikkinchisi, vazn nazorati. Qorin aylanasining erkaklarda 105 cm dan yuqori bo'lishi va ayollarda 98 cm dan yuqori bo'lishi insult xavfini oshiradi. Shu bilan birga infarkt xavfini oshirib boradi. Qon suyultiruvchi preparatlar qonni suyuq bo'lishi, qon aylanishini yaxshilaydi va buning oqibatida insult xavfi pasayib boradi. Shu bilan birga statinlar qon tomirlaridagi yog'larni eritib bergani uchun bu holat kamayadi va insult bo'lish xavfi pasayib boradi. Sigaret, alkogol mahsulotlarini kamaytiring. Sigaret mahsulotlari infarkt xavfini 40% ga, insult bo'lish xavfini 45% ga oshiradi. Alkogol mahsulotlari infarkt bo'lish xavfini 30% ga, insult bo'lish xavfini 40% ga oshiradi. Agar sizda qon bosimi yuqori bo'ladigan bo'lsa, kuchli jismoniy mehnatdan ehtiyot bo'ling yoki kuchli stresslardan qoching. Buni hisobidan qon bosimi oshadi va qon tomirlari, miyadagi qon tomirlar yoriladi. Insult xavfi oshib boradi. Agar sizga jaydarichi va aniq ma'lumotlar kerak bo'lsa, like tugmasini ayamang, podpiskani bosib qo'ying.